Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Namoz va duo kanalimizga xush kelibsiz. Barcha shahar va viloyatlar uchun namoz vaqtlari jadvalini qo'yib qo'ydik. Marhamat, foydalaning. Kanalimizga obuna bo'ling, do'stlaringizga ulashing. Kanalga obuna bo'lish sizdan pul talab qilmaydi. Do'stlarga ulash ham sizdan hech qanday ehtiyoj talab qilmaydi. Shuning uchun mehnatimizni qadrlab do'stlaringizga ulashing, iltimos. Kelinglar opa-singillar, duo qilamiz. Ota-onalarimiz uchun chiroyli duolar qilaylik. Ey Allohim, ota-onamizni umrini uzun qilgin, sog'lik va baraka bergin. Ularni har qanday dard, tashvishlardan asragin. Qalblarini xursand qilgin, yuzlaridan tabassumni hech qachon aritmagin. Bizni baxtimizga ularni hamisha sog'-omon asrab, biza farzandlarimiz rohat farog'atlarini ko'rib yurishlikni uzoq yillarga ro'zi nasib aylagin Allohim. Barchalarimizni, xonadonlarimizga qut baraka bergin, fayz baraka bergin. O'z huzuringdan bo'lgan ziyo nuringni, baraka nuringni yog'dirib turgin Allohim. Bizni mag'firat qilgin Allohim, gunohlarimizni kechirgin Allohim. Qilayotgan yaxshi amallarimizni, solih amallarimizni ko'paytirgin Allohim. To'g'ri yo'lingdan adashtirmagin. Hidoyatingni dariq tutmagin Allohim. Bizni o'z hollarimizga tashlab qo'ymagin. Farzandlarimizni ham tani jonlan salomat aylab, ro'ldami, yo'ldami, cho'ldami, ko'ldami, hamisha panohingda, hifzi himoyangda saqlagin Allohim. Gunohlarimizni mag'firat aylagin. Aziz opa-singillarimiz, keyingi videolargacha Allohga omonat bo'linglar. Keyingi videolargacha ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.